Domda turasiz, joyingiz esa kichkina. Qanaqa shkaf olishga boshingiz qotyaptimi? Unda sizga Nestle Baby Shopda bunga yechim bor. Men sizlarga unda Oscar modelimizni tavsiya qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bir nechta modellarini ko'rsatib beraman. Birinchi modelimiz uylar torroq bo'ladigan bo'lsa, imенно shu modelimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Razmerlari 90 ga, 190 chiqadi, ikkita eshikli va to'rtta tortmali bo'ladi. Eng qaysi kraskalardan qilingan va bu shkafimiz juda ham ixchamgina. Menga sal kattaroq varianti kerak deydigan bo'lsanglar, unisidan ham bor. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi modelimizda 3 ta eshikli va 3 ta tortmali bo'ladi. Razmerlari bo'lsa 120 ga, 190 chiqadi. Juda ham ixchamgina variantlarda qilingan va juda ham baquvvatgina. Yo'q, menga bunaqasi emas, shuni o'rtasi kerak deydigan bo'lsanglar ham undan ham bemalol tavsiyalar bo'ladi. 1 metrli shkafimizda ko'rib turganingizdek, ikkita eshikli va ikkita tortmali bo'ladi. Ochilib yopilishlari, tortmalarini, eshiklari juda ham yengilgina va bu shkaflarimizda 100% MDFdan qilingan. Va bu shkafimizni xonanglarning interyeriga qarab bemalol xohlagan ranginglarda ham zakaz bersanglar bo'ladi. Agar sizga narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada Oscar so'zini yozib qoldiring va hammalar narcha ko'chadagi Nestle Baby Shop do'konimizda kutib qolamiz.